Eğirliğiniz azırak düşken bilen bedendeki cayılmaylar tek yokumadığı deymen. Biraz görüp sizni oruqlap kapsayımı demegen de bika-bikadan japa tatıvatsız. Nemişki eğirlik düşken bilen siz bir oruq körenmeysiz. Ma filmde cevabını dep berey. 2 minut vaqtınızı çıqırıp bir səvirçanlıqla anlap çıqman onda qılmay. Nurgun əgir toqa yollarını az bassız. Birincisi, oruqlayman dep de ungirish tamaqları asas qaşlıqlarını bıraqlam qısı ötedikensiz. Oruqlaş başlanmay turuplam yana mağlup olup gitsizcima. Bu iniq. Bizning maqsadchi oruqlash, eğirlik tushirish emas. Sizning diqqatingiz hozir eğirlik tushirishga ham kirishib qoladi. Ungirish tamoqlar nemisak, bularni biz asos ashliq karbonat deymiz. 1 gram karbonat bizning badanga 4 gram suv tangib kirdi. Biz 100 gram narsani ozaydiq degan gap 400 gram suv badandan chiqib ketdi, bir ho'llingini siqib aytgandek. Eğirliqimiz vash tushgandek ko'rinadi tarozining ustida. Ammo uning hammasi suv, may emas. Bu degan uzun so'zilgan musofa. Siz o ungirish tamoqini yemaganga ham oruqlab qolmaysiz. Eğirlik azroq tushgandek bo'ladi. Ondan badan cho'chib ketadi. Bu mushundaq eğirlik yo'qolib ketmasin deb sizning metabolizm taysheringiz modda almishini ham astil tuyutadi. Tushga eğirlik yana birdamda qaytib keldi. Ungirish tamoqlarini yemaymiz emas, yeymiz, muvofiq miqdorda yeymiz. Har qanday chekidan oshgan oziqlanish odati sizni oruqlab g'alaba qildira olmaydi. Masalan, may yemaslik va yoki ungirish yemaslik degandek. May yeysiz, go'sht yeysiz, ungirish yeysiz, sayko'ktat yeysiz, mevchi yeysiz, hammani yeysiz. Muvofiq miqdorda yeysiz. Sizning bir kundagi jami yeyotgan yemekligingizning miqdori o'zingizning ehtiyojiga mos kelsa, siz yana oruqlab mengayursiz, bek chiroyli oruqlaysiz. Ungirish tamoqqa kirishib qolmang unda, boshlanmay turiblam oxirlashib ketadi. Ikkinchisi, to'g'ri bir odamni oruqlaydigan degan tamoqni solsin, ko'zingizdan o'zingizga ishlatayvermang. Bu hamma odamlar o'xshashdan ko'ringani bilan bizningki badandagi muskulning miqdori o'xshamaydi, jinsimiz o'xshamaydi, yeyishimiz o'xshamaydi, har kundagi metabolizm o'xshamaydi, ro'y kayfiyatimiz o'xshamaydi, tamoq odatimiz o'xshamaydi, tamoq tam tuyg'urimiz o'xshamaydi. Biz bakchon farqlanamiz. Siz boshqalarningki tamoq odatini biroqli qo'llanib olsangiz, oruqlash u yoqda tursin, balkim samirib ketishingiz mumkin. Va yoki 4 kunga bardosh beramay, yana voz kechib o'tishingiz mumkin. Siz o'zingizni tushunib, o'zingizning mana shu badaniga, yana xuddi bir to'y yo'ldigan yigit o'ziga keltirib bir kostyum bilan tik turganga o'xshash, o'zingizning badaniga keltirib tamoq planini tuzishingiz kerak. Menga bir tamoq risolasi deb bering. Siz qanday oruqlayapsiz, nima yeyapsiz? Boshqalarnikini shu paytda do'rayman demang, unda oson ish yo'q unda. Uchinchisi, haqiqatan tamoqni kontrol qilsak ham oruqlab bo'ladi. Ammo hech qanday harakat qilmay o'nsiq yetib, o'rinliq qilib, ig'zini boshqarib oruqlaychi o'tsangiz, bu amaliyot uyg'un kelmaydi. Birinchisi, harakat qilmaydigan o'rin odam ig'zini boshqara olmaydi. Hareketçi adam ağzını kontrol qila oladi. İştahı turaqlıq bo'ladi. Siz qancha o'rinliq qilgansir shuncha jiqnaysigingiz keldi. Harakat qilib beradigan odam siz bir kunda boshqalarga qaraganda 300 kaloriyani ortiq sarf qilsangizmi, 10 kunda 3000 kaloriya degan gap. Va tamoqlarni qalayim qo'yasangizmi, unda cho'chib ketmaysiz, qiynalib ketmaysiz. Harakat qilmay tamoqqa tayinmansangiz siz ziyoda diqqat qilishingiz kerak. Bir haqiqatdanmi o'zingizni ko'ngil tatgan mayliqroq mana tamoqlarni yemasligingiz kerak. Nayt inchik muomala qilishingiz kerak. O tamoqning ta'mimi yo'q, unda diqqat qilmaysangiz. Harakat qilib bering. Bo'lsa kuch harakatlarini qilib bersak, kuch harakat qilib berishga, oruqlashga eng muhim chiniqish usuli. Eng yaxshi harakat turi. Uning sharoit yorib bersa, yo'l minib bersangiz hisob qo'y, gimnastika usul o'ynab bersangiz hisob qo'y. 30 minutlik naqshlava qo'yib qo'yib to'xtamay usul o'ynang. Harakatchi odam tamoqdan unda bir qiynalib ketmaydi. Jiq yeyman deb yemaydi, chunki ishtahsi turaqliq. O'zimizni qiynamaydi. Chekidan oshgan oruqlash usullarini qo'llanmaydi. Rahatrak oruqligim bor desangiz, men agishilishni unutib qolmang. Kelar qitimqi film texim yaxshi. G'ayrat qiling.